Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun kursimizning birinchi darsi tez shamollaydigan bolalarda qaysi shifokorlar ko'rish kerak va qanday analizlar topshirish kerakligi haqida gaplashamiz. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Birinchisi mana qaranglar. Bir yil davomida 3-4 martagacha agar bola bog'chaga yoki maktabga borishni boshlagan bo'lsa, 8-10 martagacha asoratlanmagan yuqori nafas yo'llari virusli kasalliklari bilan kasallanish bolalar uchun norma hisoblanadi. Bu nima degani? Masalan, bola bog'chaga bormaydi, maktabga bormaydi, uyda ota-onasi bilan birga bir yil davomida 3-4 marta shamollashi bu butun jahon sog'liqni saqlash vazirligidan norma hisoblangan. Agar bola bog'chaga boradi yoki maktabga boradi va bir yil davomida 8-10 martagacha gripp bo'ladi, ya'ni virus. Burni oqishi mumkin, tomog'i og'rishi mumkin. Ya'ni bu yerda asoratlar kuzatilmaydi. Bemorda har xil pnevmoniya, bronxit, ya'ni shu o'pkadagi kasalliklar yoki bo'lmasa quloqda og'riq kasalliklari bular kuzatilmaydi. Bolada faqat tomog'i og'riydi, isitma chiqadi, 5-6 kunda yaxshi bo'lib ketadi, tuzalib ketadi. 8-10 martagacha bunaqa holat bir yil davomida norma hisoblanadi. Butun jahon sog'liqni saqlash vazirligidan shu norma deb keltirilgan. Bu o'sha исследование, ya'ni tekshirishlar olib boringan, dalillar yig'ilib, keyin shu qarorga keltirilgan. Demak, tez shamollaydigan bolalarda qaysi analizlarni tekshirtirish kerak? Ya'ni bir yil davomida masalan bir hafta bog'chaga boryapti, bir hafta uyda, yana bir hafta bog'cha. Demak, bir oy o'zida 3-4 marta shamollayotgan bolalar va shamollagandan keyin cho'zilib ketadigan, ya'ni tez tuzalmaydigan bolalarda nima tekshiruvlarni qilish kerak? Birinchisi mana lor tomonidan tekshiruvlar, burundan va tomoqdan bakteriyalarga surtma olib tekshirish. Normada burunda, tomoqda biza bilan birga bakteriyalar bor. Bular Staphylococcus aureus deyiladi. Bu normada biza bilan birga yashaydi. Lekin ba'zi bir holatda shu normadan tashqari boshqa bakteriyalar ham kelib chiqadi. O'sha patologik, o'sha tomoqda, burunda turli xil yiringli kasalliklarni qayta bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun biza lor shifokorlar birinchi navbatda burundan va tomoqdan surtma oldiramiz. Bu qanaqa olinadi? Och qoringa, tishini yuvmagan holatda, burnini yuvmagan holatda boradi va oladigan shu burundan tomoqdan oladigan surtmasi, oladigan palichkasi bor, olinib ekiladi va bu o'sha bir hafta davomida tekshiriladi, bir hafta davomida ko'riladi. Bir hafta davomida qaysi antibiotiklar bilan davolasa bo'ladi, qaysi antibiotiklar shunga mikrobga ta'sir ko'rsatadi, shularni tekshirib keyin chiqarib beradi. Shu tez shamollayotgan bolalarda shu lor shifokor tomonidan shu tekshiruvlar o'tkaziladi. Keyingisi umumiy qon tahlil ertalab shu och qoringa qondan analiz olinadi. Bu organizmni oynasi desa ham bo'ladi. Umumiy qon tahlilining tarkibida gemoglobin kiradi. Keyin buni tarkibiga har xil qon tanachalari, bizning organizmimizni himoya qiladigan, o'sha immunitetni ko'rsatib beradigan, bir qismini ko'rsatib beradigan qon tanachalari bo'ladi. Eritrositlar, leykositlar, neytrofillar va qonni yuvishida, allergiyada ishtirok etadigan, qonda infeksiya bormi, yo'qmi, qaysidir organizmning qaysidir qismida yallig'lanish ketyaptimi, yo'qmi, shularni ko'rsatib beradigan qon tahlili, umumiy qon tahlili, общий analiz крови deyiladi ruschasiga. Bu standart 100% hamma yoqda tekshiriladi. Operatsiya olishdan ham oldin tekshiriladi, har xil proseduradan oldin. Shuning uchun birinchi kerak bo'lgan analizlar hisoblanadi. Keyingisi vitamin D3 qondagi miqdori. Demak, aytib o'tgandek, vitamin D3 bu vitamin o'sha organizmda, terida quyoshni ta'siri natijasida hosil bo'ladigan vitamin hisoblanadi. Bu organizmni juda ham muhim ahamiyatga ega. Buni ahamiyatga egaligini bittagina yaqqol misoli bu koronavirus payti, pandemiya Covid paytida hamma butun rivojlangan protokolga kirgizdi. Davay vitamin D ni beramiz, vitamin D ni beramiz. Shu infeksiyalarning profilaktikasi uchun ham shu vitamin D ni beramiz deb kiritishdi, chunki bu ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu ham shu ertalab och qorin o'qishi qondagi normasi o'zini. Lekin bu juda ham qimmat analiz hisoblanadi.
Shuning uchun ozgina qimmat bo'lgani uchun ko'pchilikni imkoniyati yetmasligi mumkin buni topshirishga. Lekin bu vitamin hammaga kerak. Vitamin D3 o'sha 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga suyuq shaklida, 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda chaynaladigan shaklda bersak bo'ladi va 12 yoshdan kattalarda kapsula shaklida bersak bo'ladi. Har doim bu vazniga, yoshiga, bolada o'sha prizniklariga qarab bergan ma'qul. Ya'ni 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga kapli shaklida bo'lsa, masalan, 500 dan 1000 единицagacha berish mumkin. 3 yoshdan kattalarga bo'lsa, 1000 2000 единицada berish mumkin. Xo'p, buni ham magniy elementisiz beradigan bo'lsangiz, qonda so'rilmaydi. Ichakdan so'rilmaydi va foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun har doim vitamin D ni ichadigan bo'lsa, beradigan bo'lsa, magniy bilan birga berish kerak. Keyingisi o'sha gemoglobin va ferritin. O'sha bolalarda tez shamollaydigan bolalarda ko'pchiligida o'sha temir tanqisligi, anemiya kasalligi kelib chiqadi. Bu anemiyani tekshirish uchun bolada shu gemoglobin va ferritin tekshirish kerak. Faqatgina gemoglobinni tekshirish bilan o'zi yetmaydi. Sababi anemiyani ham turli xil turlari bor, juda ham ko'p. Bu o'sha temir yetishmovchiligiga xos anemiyami yo'qmi aniq diagnoz qo'yish uchun temir preparatlarini bolaga, farzandga berishdan oldin ferritin tekshiriladi. Bu ferritin o'sha zaxiradagi temirni ko'rsatib beradi. Ya'ni organizmdagi o'sha qon hosil bo'ladigan va qon to'planadigan organlar bor. Bular jigar, taloq, shu qismlarda o'sha ferritinni qancha zaxirasi bor, shuni ko'rsatib beradi. Xo'p, keyingisi qondagi umumiy oqsil miqdori. Organizm eng ko'p qismi oqsillardan tarkib topgan bo'ladi. Oqsil bu uy qurish kerak bo'lsa, masalan, g'isht kerak bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'sha qurilishda ishtirok etadigan xom ashyo hisoblanadi. Organizmda ketadigan jarayonlar, organizmda boshqa shu yot jismlardan, masalan, virus, bakteriya, zamburug'lardan o'sha organizmdagi immunitetni qurollari, ya'ni interferon deydi, piragen deydi, bular hammasi mana shu oqsildan tarkib topgan hisoblanadi. Organizmda almashinib bo'ladigan, almashinib bo'lmaydigan qismlar bor. Aminokislotalar bor, almashinib bo'lmaydigan aminokislotalar. Shu aminokislotalar oqsilni hosil qiladi. Shuning uchun oqsil bu juda muhim ahamiyatga ega. Qondagi umumiy oqsilni tekshirib, shunga qarab berishingiz mumkin. Keyingisi bazis immunogramma topshirish qondan. Endi mana o'tgan safar aytdik, imtihon oldin o'sha immunitet nimaligini bilish kerak deb aytdik. Immunitetni ko'tarish uchun har xil dorilarni berish taqiqlanadi va immunitetni ko'tarish uchun, immunitet ishiga aralashish uchun allergolog, immunolog tavsiyasidan keyin bo'lish kerak. Shuning uchun mana allergolog, immunolog bu bolada yoki bo'lmasa o'sha odamda immunitet tushganmi, yo'qmi, nimadan ko'radi? Bazis immunogramma qondan topshiradi. O'sha yerda bir nechta показатель, ya'ni ko'rsatkichlari bor, normada. Agar shu qismda ko'rsatkichlarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bu mana bazis immunogrammada ko'rinadi. Bu hamma yoqda ham topshirilmaydi. Bu o'sha immunologik, allergologik sentrlarda, maxsus sentrlarda topshirgan ma'qul. Mana shuncha analizlarni aytdik. Iloji boricha bu analizlarni shifokor bilan maslahatlashib keyin topshirgan ma'qul. Sababi bu analizlar pul turadi. Masalan, qanchadir pulinglar kelib topshirasizlar. Topshirgandan keyin balki norma chiqar, balki patologiya chiqar, lekin bundan keyin nima qilishni bilmaysizlar. Qancha dozada nima narsa bo'lishini bilmaysizlar. Shuning uchun iloji boricha lor shifokori va boshqa pediatr, allergolog, infeksionistlar bilan maslahatlashib keyin topshirgan yaxshi. Keyingisi yana tez shamollaydigan bolalarda yana qaysi analizni topshirgan yaxshi. Masalan, gijjalarni shu organizmda har xil vitaminlarni so'rib oladi, bolani o'sishiga, rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi, immunitetiga ta'sir ko'rsatadi, allergiya keltirib chiqaradi. Shuning uchun o'sha gijjalar va lambalarni qondan va axlatdan tekshirish mumkin. Axlatda o'zi chiqmaydi, axlatda tuxumlari chiqadi, qonda bo'lsa o'sha ajratib chiqaradigan zaharlari tekshirilib qonni aniqlash mumkin. Keyingisi kaprologiya. Kaprologiya bu axlatni tekshiruvi.
Bu nima degani? Masalan, bolada ichak sistemasida muammo bor. Ya'ni yeyotgan narsasini hazm qilolmaydi, o'zlashtira olmaydi va axlatdan chiqayotganda bu o'zgarishlarga uchramasdan chiqadi. Va shuni kaprologiya tekshiruvi, ya'ni axlat tekshiruvi bilan aniqlanadi. Buni albatta o'sha laboratoriyada topshiriladi va pediatr yoki bo'lmasa infeksionist, parazitologlar bilan maslahat qilib tekshirtirish kerak. Keyingisi allergiyaga, ya'ni immunoglobulin Y. Buni allergolog bilan maslahat qilinadi, ya'ni organizmda allergiya bor yoki yo'qligini aniqlab beradigan analiz bu o'sha qondagi immunoglobulin Y hisoblanadi. Agar shu judayam oshib ketgan bo'lsa, organizmdan bu dalolat beradi. Lekin bu qaysi tur allergiya va qanday davolanish kerakligini allergolog shifokori sizlarga o'sha точно diagnoz qo'yib aytib berishi mumkin. Keyingisi tez shamollaydigan bolalarda qabulimizga kelganda mana shu glutenga allergiya bor yoki yo'qligini tekshirilganda chiqqan, ya'ni gluten nima? Qaysi anaqada bo'ladi? Gluten nonda, masalan, bug'doy unida bo'ladi, kartoshkada bo'ladi, har xil ichimliklarda, gazli o'sha kreyeshka, fanta, kola, chips, kolbasa, sosiska, bular hammasini tarkibida gluten bor. O'sha lavash deysizlarmi yoki bo'lmasa gamburger deysizlarmi, shu tarkibi gluten. Gluten bu o'sha allergiyasi bor, ya'ni glutenni allergiya bor deyiladi, lekin glutenni o'zlashtira olmaydigan bolalar bo'ladi. Ya'ni ichida gluten varsinkalar bo'ladi, ichini varsinkalaridan gluten so'rila olmaydi. Va o'sha qismda shlaklarni, ya'ni qavatlarni hosil qiladida, o'zidan o'sha ichini o'tkazuvchanlik oshib ketadi. O'tkazuvchanlik oshib ketganligi hisobiga ichidan har xil zaharlar qonga so'rilishni boshlaydi va bu o'sha a'zolarga borib, teriga, burun, tomoq, ko'zga va boshqa qismlarga borib, har xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun bu o'sha glutenga hazm qila oladimi, yo'qmi bola, shuni tekshirish kerak bo'ladi. Buni o'sha asosan pediatr, allergologlar tomonidan tekshiriladi, nazorat qilinadi. Agar glutenga allergiyasi bor bolalar bo'ladigan bo'lsa, shunda tez shamollash kuzatilishi mumkin. Shuning uchun glutenni to'xtatib shu dieta qilganda bola o'zidan o'zi tuzaladi va tez shamollanishga moyillik, sutli mahsulotlar allergiya bor yo'qligi. Masalan, sigirni suti o'sha tarkibida o'sha sut bo'lgan mahsulotlarga ham bola o'zlashtira olmaydi. Ya'ni ferment bo'lmaydi. Masalan, har bitta yegan oqsil, yog' hamda uglevodlarimiz bizlar ichklarimizda fermentlar orqali parchalanadi. O'sha parchalaydigan ferment, masalan, sut mahsulotlarini parchalaydigan ferment genetik jihatdan, ya'ni irsiy jihatdan bolada yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, bolaga sut mahsulotlarini berganda allergiya kelib chiqaveradi. Tez shamollash, yo'tal, burun oqishi, tomoq og'rig'i, shu holatlarni kelib chiqargan bolalarda mana shu sut mahsulotlarini hazm qila oladimi, yo'qmi, shunga ferment yetarlimi, yo'qmi aniqlanadi. Bu o'sha genetik shifokor, genetik pediatr tomonidan aniqlanadi. Shunga ham e'tibor berish kerak. Xo'p, tez shamollaydigan bolalar qaysi shifokorlar tomonidan tekshirish kerak? Birinchi navbatda albatta pediatr shifokori, ya'ni bolalar shifokori. Bolalar shifokori nazorat qiladi, ko'radi, tekshiradi. Farzandingizni agar kerak bo'lsa boshqa shifokorlarga jo'natadi va kerakli analizlarni. Keyingisi lor shifokori, otolaringolog, ya'ni bizni lor shifokori o'sha burun, tomoqdagi va quloqdagi bo'ladigan holatlarni tekshirib, kerak bo'lsa burun va tomoqdan surtmalar olib, nima bakteriyalar borligi tekshiriladi va surunkali holatlar, anatomik o'zgarishlar bor yo'qligini tekshirib, aniq lecheniya yoziladi yoki xirurgik muolaja yoki bo'lmasa dorilar bilan lecheniya qilinadi. Keyingisi allergolog, immunolog shifokori. Boya aytib o'tdik, o'sha allergiya qo'zishi, turli xil holatlar allergiya kelib chiqishi, bu hammasi immunitet, bularni hammasini allergolog, immunolog shifokori ko'radi. Ko'rib, tekshirib, analizlarni yozib va bir xulosa keladi. Keyingisi parazitolog infeksionist. Bu o'sha bolalarda gijjalar, lambilar,
tasmali gijjalar deyiladi. Bularni hammasini o'sha axlatdan, qondan tekshirib, farzandingizga o'zini kilosiga, o'zini yoshiga mos dietalarni yozib berishi mumkin yoki bo'lmasa o'z choralarini ko'rishi mumkin. Keyingisi stomatolog shifokori. Stomatolog nega kerak bolaga? Bolalarda bilamiz, 6 oylikdan boshlab sut tishlar bu sut tishlari o'sha 4 yoshgacha, 3 yosh, 4 yosh, hattoki 5 yoshgacha chiqishi o'zini davomida etadi va bu holatda ko'pchilik bolalarda shu sut tishlarda karieslar rivojlanadi. Ota-onalar bu karieslar, shu tishlarda karieslar bu tushib ketadigan tish, e'tibor bermasa ham bo'ladi degan xulosaning bu sut tish bo'ladimi, bu butun umr ketadigan tishlar bo'ladimi, e'tibor berish kerak bunga. Sababi o'sha sut tishlarida vaqtida agar lecheniya qilinmasa, bular infeksiya o'chog'i hisoblanadi. Infeksiya o'chog'i bo'lib, o'sha og'izda, tomoqda va ichki a'zolarda har xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Va sut tishlariga vaqtida e'tibor berib, agar uni ham davolatib turadigan bo'lsanglar, butun umrga ketadigan pastiga tishlar chiqqanda oson chiqadi va sog'lom bo'lib, uzoq muddat xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun shu tez shamolaydigan bolalarda mana shu shifokorlar nazorati, shifokorlar ko'rigi kerak. Albatta malakali shifokorlar bo'lishi kerak. Malakali shifokorlar ko'rgandan keyin boyagi yuqorida aytgan analizlarni buyursa, analizlarni topshirtiriladi va qaysi qismi shu o'zgarishlar bo'lsa, yetishmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, shu qismi to'ldiriladi va xudo xolasa sababini qilinadi. Bolaga o'sha shifo Allohdan, biz sababini qilamiz. Farzandingizni o'sha tez kasallanishi yo'qolib, yaxshi o'sishga yordam zamin yaratiladi. Rahmat. Bugungi leksiyamiz shundan iborat edi. Keyingi leksiyalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.